Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Andijon avtomobil bozorida mana labolarni qatoriga kelganmiz. Ko'ringlar, labolarni olasa yangilari, koreskilarini video syomka qilamiz. Videomizni boshidan bittadan like bosib qo'ysanglar xursand bo'lamiz. Shunchaki xursand bo'lamiz. Akalar, o'zimda ham 2022-yil labo bor. 30 ming yurgan kreskalari toza, hamma narsasi qo'yilgan, risolarigacha, tunkalarigacha qo'yilgan. Necha pul qo'yasizmi? Qiziquvchilar aloqa chiqarasizlar. 2021-yilgi labo ekan. Kreskalari toza, 146 ming yurgan, gazlari bor. Xo'p, ichki holatlarini ko'radigan bo'lsak, tunikalar qoplab qo'yilgan chiroyli qilib. Stenasi ham ko'rishingiz mumkin. Chexol polilari bor, 147 ming yurgan. Chexollar ham yaxshi chexollar qo'yilgan ekan. Balonlar ham yaxshi holatda. Yangi qo'yib qo'yibdi balon. Balon yangi qo'yib qo'yibdi? Ha, yangi. Xo'p, kraskalarni toza dedik. Endi narx-navosiga keladigan bo'lsak, narxi necha pul ekan? 6850 dan tushib beramiz. 6850 dollar kami bor ekan. Naqd pulga kelishtirib berasiz, naqd pul sanasi. Kelishtirib beramiz. Bo'ldi. Telefon nomerlari 91 475 05 15 raqamiga aloqa chiqarasizlar. Chiroyli holatdagi labo sotildimi? Necha pulga sotildi aka? Hazillashayotgan o'tirib. Aka, bozoringiz bersin, charchamay davom etamiz biz. Xo'p. Hoji bobo, internetga qo'yib qo'yaylikmi? Pulamizmi? Ha? Pulamizmi? Pullidir ekanmi? Pulliga so'rab. Hoji bobo, qarang mana chiroyli bo'lib kiyim olgan. Berishga qiyin-ku. Qiyin, ha. Bo'ldi, siz uchun bekor yoqib beraman. Hoji bobo. Bersa olaveramiz, berishga qiyin-da. Yili necha? 25 yangi. 25 yangi, hamma narsa qilib qo'yilgan. Mana qilib, akkumulyatorlarni ham qulupyatli qilib, gazlari, tunikalari qoplab qo'yilgan. Qalin tunika. Necha stena? Qalin ekan haqiqatan mana. 1.6 stenali tunikalar qoplab qo'yilgan. Risollarga to'g'ri qo'shilgan. Xo'p, risorni ham ko'rsatib qo'yamiz. Risoriga to'g'ri qo'shilgan ekan mana. Qalin yaxshi risor qo'shilgan ekan. Tunkalar qilingan. Oo. Har kelganimda bitta yangilikni aytaveryapsiz, hoji. Shunkalar qilingan ekan. Narxi necha pul endi? Qimmat aytasizda, hoji mana. Hamma narsasini qilib qo'ydi. Necha pul? 8600 dollar kami bor. Bakoylari ham o'zgartirilganmi yo zavodskiy? Ham almashgan. Bakoylar almashgan. Xo'p. Necha pul qilib beramiz, hoji bobo? Barakaga yaqin qilib aytaylik. Naqd pul shuni tashlasa. 84 ga bersak bo'laveradi. 84 ming. 8400 ga. Cha qimmatroqda, hoji bobo. Bu shuncha AMS sarf qilingan mashina. AMS bo'laveradi. 13 diska balon. 13 diska balon. Zapaskasi yo'q uni. Zapaskasi yo'q. 5 ta berib, ustiga pulini 4 ta olamiz. Bo'ldi. Xo'p, telefon nomeringizni ayting, hoji bobo. 93lik. 93lik 446 446 2208. 2208. Menda qarang. Hoji bobo, mana xolis bo'lib ayting. Menda 2022-yil 21-22 labo bor. Yurgani 30 ming. Gaz, chexol, poli, risollargacha qo'shtirib qo'yganman. Hamma narsasi tayyor. Necha pulga sotsam bo'ladi? Men o'zimda sotmoqchiman. Yoki bo'lmasa Damasga barter qilmoqchiman, yili yangiroq Damasga. O'zi men eskiga to'g'ri saqlamayman. 21, 22 yo 22. Ja eski emas, siznikidan 2 yil, 3 yil. 2 yil orqada ekan, xolos. 7,5 ming bo'lsa kerak desa, keyin aytib qo'ysiz qarang. Voy, hostaga. Bo'pti, ko'ramiz. Qani, alani ko'raveraylikchi. Telefon nomerimizni aytdingmi? Ne aytib qo'yaylik boshqatda? 93lik 446 446 2202. 2202. Aloqaga chiqarasizlar. Variantga ham chiqadimi, hoji? Variantga ham chiqadi? Qanaqa dokument bo'lsa bo'laveradi, variantga ham chiqaraveramiz. Qanaqa dokument bo'lsa ham bo'laverar ekan, variantga ham chiqaverar ekan. Qiziqqanlar aloqaga chiqarasiz. Cho'tka holatda labo. Aka, sizkini ham qo'yib qo'yaylik? Yo'q, qo'ymay qo'ying. Xo'p bo'ladi. Internetga qo'yaylikmi, qori? Bo'ldi. Nomerini ko'rsatmayman. Yili necha?
24. 2024. 64 yurgan. 64 mingga yurgan mana. Chexol polik qilingan, 13 balonlar qo'yilgan, resor qo'shilmagan, tunuka metan gazlar qo'yilgan. Narxi necha pul? Kraskalari? Toza. Kraskalari toza. 74 dan tushiramiz. 7400 dollar kami bor. Yaxshi kaltasidan emasmi, uzunidan bu? Uzundan. Uzundan, ha? 4000 bo'lsa, variantga ham ketish mumkin. 4000 bo'lsa, variantga ham kelishinglar bo'lar ekan. Xo'p, nimaga arzonroq aytyapsiz? Arzonroq beradi, xalq uchun deydi. Xalq uchun arzonroq beryapsizmi? Menda 22 bor, hozir Hoshto'g'am 7,5 ga sotsangiz bo'laveradi, deyapti. Bo'laveradi, bo'pti. Endi o'zingiz hali xohishingizdan kelib chiqib sotyapsiz ekan. Endi minaman degan aka-ukalarimiz, qadrli obunachi. Ha. Bitta tekshirtirib olaverasizlar mashinani. Toza baraka qilamiz. Tozaga baraka qilamiz deb aytib o'tyapti. Yaxshi. Qiziquvchilar aloqaga chiqarasizlar. Yaxshi narx aytdi menimcha. Dehqonchilikda endi. Tirikchilik. Arzonroq kelib qolgan bo'lsa, arzonroq sotasizlar, tezroq. Yaxshi, bozorlarni bersin. Xo'p. Aka internetga qo'yaylikmi? Yo'q. Xo'p. Internetga qo'yaylikmi aka? Yili necha? 21. 103 ming yurgan. 103 ming yurgan, kraska toza, chexolli yo'q ekan, poligi bor ekan. Yaxshi polidan qilib qo'yilgan ekan. Xo'p. Gazlari bor aka? Bor. Metan gazlari. Tayyor mashina. Xo'p, necha pul puli? 6900 cha kamaytirib beramiz. 6900 ozgina kami bor. Yaxshi. Necha pul qoldi aka bozor? 6100 qildi. Dehqonmiz akasi? Tirikchilik 6100 ga. Olib sotar akalarimiz 6100 qilgan ekan. Berilmagan ekan. Aka bozoringiz bersin, telefon nomeringizni aytib qo'yaylik. 94 883 7017. 94 883 7017. Aloqaga chiqarasizlar qiziquvchilar bo'lsa. Xo'p, bu menimcha Damas Labo bo'lsa kerak. Aka hormang, Damas Labomi? Damas Labo bilan. O'zimizni Labodan olaveraylik ekan akalar. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bu meni uyim bo'ladi. Xo'no Labo. Mana uchastkam bo'ladi. Mana shu uchastkani yonida turadi Labo. O'sha Labo ham sotiladi akalar. Yili 2022. Yurgani hozir dadam aytayapti, 32 ming bo'lgan deyapti. 32 ming bo'pti deyapti. Hamma narsasi tayyor, 490 nomerda. Balonlari ham o'rtacha deb aytaveraman. Hozir hamma narsasini ko'rsatib o'taman keling. Xo'p, kalatda chiqdik. Tenti ham. Tunikasi ham. Unaqa qalindan emas ekan lekin bizniki. Xo'p, mana chexol polik. Hamma narsasi mana 32218 kilometr yuribdi mana. Opshikalar ham bor manaqa. Mana shu holatda ekan. Mana yerda ozgina singan joyi bor. Bu barq qo'yib olsalar bo'laveradi. Resor qo'shtirilgan. Resor qo'shtirilgan akalar, bitta resor. Metan gazlari bor, benzinga yuradi, gazga yuradi. Muammosi yo'q, benzini ham bo'lishi kerak adashmasam ichida. Qiziquvchilar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Narxini endi 7600 dollar ozmos kami bor. Qiziquvchilar aloqaga chiqaverasizlar. 7600 dollar ozmos kami bor. Hamma yo'g'i top toza, bemalol tekshirtirib olaverasizlar. Biz top toza deb olganmiz. Mana birkasini ham ko'rsanglar 2022. Videomizga like bosib qo'yinglar. Xo'p,
Akalar 2007 ekan mashina, lekin 2025 kuzov bosilgan ekan. Shunaqa variantlar qidirib yurganlarga. Xo'p, listi ham yo'q, o'zingizlar list qo'ydirib olasizlar. Xo'p, yangi kuzov bostirib qo'yilgan ekan akalar mashinaga. Motor, hadovoylari zo'r. Mo'sta doshi yo'q deb aytib o'tyapti. Ichki holatlari ham shunaqa. Kerak bo'lsa bor qanchasi. Xo'p, nima mashina labomi? Mashinaqasidan bor. Mashinaqasidan kerak bo'lsa qancha bor deb aytib o'tyapti. Smartfonlari ham yo'q, o'zingizlar qo'ydirib olasizlar xohlaganaqasini. Xo'p, yangi mashina desak ham bo'laveradi. Mo'slari yaxshi deb aytib o'tyapti. Shumka qilingan. Qo'lni shumka qilingan deyapti akalar. Xo'p, narxini necha pul deymiz? Labo. Narxini 5800 yat. 5800 dollar. Barakaga yaqin aytaylik aka. Kelishamiz, telefon qilishaversin, yo'lda qilib beraman. Bo'ldi, telefon nomeringiz? 93 93lik 419 419 1007. 1007 shu raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar, qiziquvchilar bo'lsa. Bunaqa labodan Serob ekan akamizni. Salomat bo'ling aka, charchamang. Xo'p. Bloger, assalomu alaykum. Hoji aka, yaxshimisiz? O hilo bitta Kia borda. Qanaqa Kia? Aladen. Aladenlik? Ha, o. Portermi? Ha. Kia. Bugun Kia Bongo to'lib ketibdi bozorga aka. Bugun vahshiy ko'payib ketibdi. Undan oldingi bozorlarda unaqa ko'p emas edi. Bugun o'ta ko'payib ketibdi. Bugun ko'p yuk mashina. Yuk mashina o'ta ko'payib ketibdi. Xo'p bo'ladi aka. Assalomu alaykum. Internetga qo'ymaylikmi aka? Kareskili labodi internetga qo'yaylikmi aka? Maza qilib kulib o'tiribsiz ekan, ha? Nima qilish kerak? 2010. Kraskalari? Oldida petnosi bor deyapti. Qolgan joyi yaxshi. Mashina petnosi bor ekan, ichiga o'tmagan deyapti. Kareski labo. Xo'p. 280 ming yurgan. Metani bor, propani bor. Necha pul? 6000 yat beramiz. Mo'z korobka motorlari? Zo'r. 6000 dan o'tib beramiz? Necha pul qildi aka bozor? Endi aka, xudo xohlasa. O'tgan bozorlar chiqmadimi? Yo'q. Xo'p. Barakaga yaqinroq qilib bitta narx ayting aka. Barakaga yaqin 6000 deb. O'tib beraman deb. Olarmanga barakaga yaqin emasdi aka. Xo'p, telefon nomeringizni ayting. 93lik 037 71 51. Qiziquvchilar aloqaga chiqaverasizlar, qadrli obunachilar. Akalar 2022-yilgi Labodi ko'ringlarchi, kraskalari toza deb aytib o'tyapti. Xo'p, mashinaning ichki holatlarini ko'radigan bo'lsak, balonlari ham yaxshi holatda, restore ham qo'shilmagan shekilli. Chexol poli qilingan 84 ming yurgan mashina. Xo'p, poli chexollarni qilingan. Mo'z korobkalari zo'rmi aka? Motorlari? Rasxoti yo'q. Hoji aka necha pul? 7200 dan chiqib beramiz. 7200 ozgina kam bor. Xo'p, necha pul aka bo'lishi? Bo'lishlar. Bo'ldi. Qiziquvchilar, akalar aloqaga chiqaverasizlar. Hoji aka arzonroq qilib bering aka, yanada arzon kanaldan chiqdi deydi. Telefon nomeringiz? 93lik 93lik 244 244 7301. 7301. Aloqaga chiqaverasizlar, qadrli obunachilar.